Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ayniqsa pensiya yoshidagi fuqarolar, ularning farzandlari, vasiylari va yaqinlari uchun bevosita ahamiyatli bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi haqida ketmoqda. Bu oddiy xabar emas. Chunki ko'p oilalarda har oy pensiya hisobidan kommunal xizmat, hujjat ishlari, xizmat ko'rsatish to'lovlari, jarimalar yoki boshqa majburiy xarajatlar uchun pul ajratiladi. Ba'zan pensionerning qo'liga tekkan pensiya oziq-ovqat, dori-darmon va kundalik ehtiyojlarga ham zo'rg'a yetadi. Shuning uchun bugungi ma'lumotni oxirigacha eshiting. Men bu o'zgarish kimlarga tegishli, qanday to'lovlar bo'yicha yengillik bo'lishi mumkin, kimlar xotirjam bo'lishi kerak, kimlar esa hujjatlarini tekshirtirib qo'yishi zarurligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikning cho'ntagiga, huquqiga va oilaviy byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiya olganidan keyin birinchi navbatda majburiy to'lovlarni o'ylardi. Masalan, uy-joy kommunal xizmatlari, ayrim davlat xizmatlari uchun yig'imlar, ma'lumotnoma olish, hujjat rasmiylashtirish, tibbiy ko'rik bilan bog'liq ayrim xarajatlar, bank yoki pochta orqali xizmat ko'rsatishdagi komissiyalar, ayrim hollarda qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishlar kabi masalalar pensionerlar uchun og'ir yuk bo'lib kelgan. Eng katta muammo shunda ediki, ko'p odam o'ziga berilgan imtiyozni bilmasdi. Masalan, pensioner ma'lum bir to'lovdan ozod bo'lishi kerak, lekin tashkilotga borganda unga oddiy fuqaro kabi to'lov chiqarilgan. U esa shunaqa ekanda deb to'lab yuborgan. Yoki farzandi internet orqali xizmat rasmiylashtirgan, lekin pensioner maqomini belgilamagan, natijada tizim avtomatik tarzda to'lov talab qilgan. Shu sababli qonun yoki qaror borligining o'zi yetarli emas. Uni amalda to'g'ri qo'llash ham muhim. Endi o'zgarish nimada? 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun ayrim to'lovlar bo'yicha yengilliklar kuchga kirishi yoki amalda kengroq qo'llanishi belgilangan bo'lsa, buning asosiy ma'nosi shuki, pensioner maqomiga ega bo'lgan shaxs tegishli xizmatlar bo'yicha pul to'lamasligi, to'lov miqdori nolga tushirilishi yoki avval undirilgan ayrim xarajatlar qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin men bu yerda muhim narsani alohida aytaman. Har qanday imtiyoz aniq to'lov turiga, aniq shaxs maqomiga va aniq tartibga bog'liq bo'ladi. Pensioner ekanman, demak hamma narsadan ozodman degan tushuncha noto'g'ri. Shuning uchun bugun aynan shu nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi navbatda bu xabar barcha yoshga doir pensiya oluvchilar uchun muhim. Ya'ni erkaklar belgilangan pensiya yoshiga yetib pensiyaga chiqqan bo'lsa, ayollar ham qonuniy asosda pensiya olayotgan bo'lsa, ular o'z huquqlarini tekshirishi kerak. Bundan tashqari nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar ham ehtiyot bo'lib, qaysi imtiyoz aynan qaysi toifaga taalluqli ekanini aniqlab olishi zarur. Men oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxon oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U har oy dori-darmonga 300.000 so'm, oziq-ovqatga 500.000 so'm, kommunal xizmatlarga 2.5 so'm atrofida pul sarflaydi. Agar u yil davomida 2 yoki 3 marta davlat xizmatlari markaziga borib, hujjat rasmiylashtirish uchun 3.000, 2.000 yoki 100.000 so'mdan to'lab yursa, bu kichik puldek ko'rinsa ham uning byudjeti sezilarli farq qiladi. Agar 1 iyuldan boshlab aynan shu turdagi xizmatlar bo'yicha pensionerlar to'lovdan ozod qilinsa, u odam har bir murojaatda pulni tejaydi. Bu tejalgan pul bir quti dori, bir haftalik non yoki zarur oziq-ovqatga aylanishi mumkin. Yana bir misol. Samarqandda yashaydigan pensioner ayolning uyida gaz, elektr va suv bo'yicha qarzdorlik paydo bo'lgan. U bu qarzdorlikni ataylab qilmagan, shunchaki pensiya kechikkan, o'g'li kasal bo'lgan, xarajatlar ko'paygan. Agar yangi tartibda pensionerlarning ma'lum turdagi pensiya, qo'shimcha yig'im yoki xizmat haqlaridan ozod qilinishi nazarda tutilgan bo'lsa, u ayol asosiy qarzni to'lashi mumkin. Lekin ortiqcha qo'shimcha xarajatlardan yengillik oladi. Bu juda katta farq. Chunki qarzning o'zi bir masala, qarz ustiga qo'shiladigan pensiya, jarima yoki xizmat haqi esa pensioner uchun 2 barobar bosim bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Qashqadaryoda yashaydigan 72 yoshli onaxonning farzandi uning nomidan elektron davlat xizmatidan foydalanib bir hujjat olishga urinadi. Tizimda to'lov chiqadi.
farzandi to'lash kerak ekan deb o'ylaydi. Lekin aslida pensionerlar bu xizmat bo'yicha ozod qilingan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l nima? Avval xizmat tavsiyasi o'qish, unda imtiyozli toifa to'lovdan ozod etiladi. Pensionerlar uchun degan bandlar bor yo'qligini tekshirish. Keyin Davlat xizmatlari markazi pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotning aloqa markaziga murojaat qilish. Chunki bir marta noto'g'ri to'langan pulni qaytarish ko'pincha to'lashdan ham qiyinroq bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, sizga hech qanday qo'shimcha ushlab qolish bo'lmasa, siz oxirgi oylarda pullik davlat xizmatlaridan foydalanmagan bo'lsangiz, siz shunchaki bu tartibni bilib qo'ying. Lekin baribir xotirjam bo'lib, menga aloqasi yo'q deb qo'ymang. Chunki pensionerning o'zi bugun hujjatga muhtoj bo'lmasligi mumkin, lekin ertaga kadastr, meros, subsidiyaga ariza, tibbiy yo'llanma, bank ma'lumotnomasi yoki kommunal masala bilan murojaat qilishi mumkin. Shunda u o'z huquqini bilsa, ortiqcha pul to'lamaydi. Kimlar? Albatta tekshirish kerak birinchidan. Oxirgi oylar ichida davlat xizmatlari yoki kommunal xizmatlar bo'yicha to'lov qilgan pensionerlar. Ikkinchidan, pensiyasidan majburiy ushlab qolish bo'layotganlar. Uchinchidan, nomida uy, yer, transport yoki boshqa mol-mulk bo'lgan, shu sababli soliq yoki yig'imlar bo'yicha xabarnoma olayotgan pensionerlar. To'rtinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj yolg'iz yashovchi, nogironligi bor yoki qaramog'ida boshqa shaxs bo'lgan pensionerlar. Beshinchidan, farzandlari chetda bo'lib, hujjat ishlarini o'zi yuritadigan keksalar. Chunki aynan shu guruhlar ko'proq xatoga yo'l qo'yadi yoki o'z imtiyozidan foydalana olmaydi. Bu o'zgarishning hayotiy ahamiyati shundaki, pensionerning har bir 1000 so'm hisobli. Ishlayotgan odam uchun 7000 so'm oddiy tushlik yoki yo'l xarajati bo'lishi mumkin. Lekin 20 million yoki 20 million 500 ming so'm pensiya oladigan odam uchun 70 ming so'm dori narxining yarmi. Elektr to'lovining bir qismi yoki nevarasiga olinadigan zarur narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun davlat tomonidan berilgan har qanday yengillikdan to'liq foydalanish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Ko'pchilik pensionerlar to'lovlardan ozod qilindi degan gapni eshitadi va buni hamma joyga bir xil tatbiq qiladi. Aslida esa har bir imtiyozning chegarasi bo'ladi. Masalan, bir turdagi davlat boji bekor qilinishi mumkin. Lekin boshqa xizmat haqi saqlanib qolishi mumkin. Yoki pensioner birinchi marta murojaat qilganda to'lovdan ozod qilinadi. Lekin takroriy nusxa, tezlashtirilgan xizmat yoki qo'shimcha xizmat uchun pul olinishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda qaysi to'lov, qaysi xizmat, qaysi toifa, qaysi sanadan degan to'rtta savolni berish kerak. Birinchi nozik jihat, imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Ba'zi tizimlarda pensioner maqomi ma'lumotlar bazasi orqali ko'rinadi. Bunday holatda fuqaro ortiqcha hujjat olib kelmaydi, tizim o'zi tekshiradi. Lekin ayrim joylarda xodim pensionerlik guvohnomasini, pasport yoki ID kartani, pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumotni so'rashi mumkin. Agar siz hujjatni ko'rsatmasangiz, xodim sizni oddiy arizachi sifatida rasmiylashtirib yuborishi ehtimoli bor. Ikkinchi nozik jihat, pensioner nomidan boshqa odam murojaat qilganda muammo chiqishi mumkin. Masalan, farzand onasining nomidan ariza topshirmoqchi. Bu holatda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar tizimda ariza beruvchi farzand sifatida ko'rinsa, imtiyoz onaga emas, ariza topshirayotgan shaxsga qarab baholanib qolishi mumkin. Shuning uchun arizada xizmat aynan pensioner nomidan olinayotganini to'g'ri ko'rsatish kerak. Aks holda to'lov chiqadi va odamlar imtiyoz ishlamayapti deb o'ylaydi. Uchinchi nozik jihat, hamma qarzdorlik kechiriladi degani emas. Bu juda muhim. Agar pensioner elektr, gaz, suv yoki boshqa xizmatdan foydalangan bo'lsa, asosiy iste'mol qilingan summa odatda saqlanadi. Ya'ni ishlatilgan elektr uchun, ishlatilgan gaz uchun to'lov bo'lishi mumkin. Imtiyoz ko'pincha qo'shimcha to'lov, xizmat haqi, davlat boji, yig'im, penya yoki ma'lum turdagi rasmiylashtirish xarajatlariga tegishli bo'ladi. Shuning uchun hech kim iyuldan keyin umuman to'lamasam ham bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Bunday noto'g'ri tushuncha keyinchalik katta qarz, sud yoki ta'minot cheklanishiga olib kelishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, muddat masalasi. Agar tartib 1 iyuldan boshlab kuchga kirsa, o'tgan yilda to'langan summa avtomatik qaytariladi degani emas. Ba'zi hollarda yangi qoida faqat kuchga kirgan sanadan keyingi murojaatlarga tatbiq etiladi. Agar siz 1 iyuldan oldin to'lagan bo'lsangiz,
qayta hisob-kitob qilish uchun alohida asos bo'lishi kerak. Shuning uchun sanalarni aniq tekshirish juda muhim. Kvitansiya qaysi sanada berilgan, ariza qaysi sanada topshirilgan, xizmat qaysi sanada ko'rsatilgan, to'lov qaysi sanada olingan, bularning hammasi ahamiyatli. 5-nozik jihat, hududiy amaliyot farq qilishi mumkin. Qonun yoki qaror respublika bo'yicha bir xil bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda bir tumandagi xodim tez tushunadi. Boshqa tumanda esa qo'shimcha izoh so'raydi. Bu yerda janjal qilish emas, huquqiy tartibda murojaat qilish foydaliroq. Xodim sizdan to'lov talab qilsa, muloyimlik bilan pensionerlar uchun imtiyoz mavjudmi? Iltimos tekshirib bering deb ayting. Agar baribir to'lov chiqarilsa, yozma asos so'rang. Og'zaki gap bilan muammo yechilmaydi. Yozma javob esa keyingi shikoyat uchun dalil bo'ladi. 6-nozik jihat, bank, pochta yoki vositachi xizmatlari. Ba'zan davlat boji nol bo'ladi, lekin to'lovni amalga oshirishdagi bank komissiyasi yoki vositachi xizmati alohida olinadi. Odamlar buni ko'rib, meni aldashdi, to'lovdan ozod edimku deydi. Aslida davlat boji va bank komissiyasi boshqa tushuncha bo'lishi mumkin. Shu sababli kvitansiyada aynan nimaga pul olinganini ko'ring. Agar davlat boji deb yozilgan bo'lsa va siz undan ozod bo'lsangiz, e'tiroz bildirish mumkin. Agar bank xizmat haqi deb yozilgan bo'lsa, u alohida tartibda ko'rib chiqiladi. 7-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi imtiyozlar barcha pensionerlarga beriladi. Ba'zilar esa faqat ishlamaydigan pensionerlarga, yolg'iz keksalarga yoki kam ta'minlangan oilaga mansub pensionerlarga berilishi mumkin. Masalan, odam pensiya oladi, lekin ayni paytda rasmiy ishda ham ishlaydi. Bunday holatda ayrim ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya unga tegmasligi mumkin. Lekin davlat xizmatlari bo'yicha pensioner maqomiga asoslangan ozodlik unga ham tatbiq qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun men ishlayman, demak menga hech narsa yo'q yoki men pensionerman demak hammasi bor deb xulosa qilmaslik kerak. 8-nozik jihat, mol-mulk va soliq masalalari. Pensionerning nomida uy, kvartira, yer uchastkasi yoki avtomobil bo'lishi mumkin. Ba'zi soliqlar bo'yicha pensionerlarga imtiyozlar mavjud bo'ladi, lekin ular mol-mulk turi, maydoni foydalanish maqsadi yoki ariza berish tartibiga bog'liq. Misol uchun, bir pensionerning bitta yashash uyi bo'lsa, boshqa holat. Uning nomida bir nechta obyekt bo'lsa, mutlaqo boshqa holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun soliq xabarnomasi kelganida darhol qo'rqib to'lab yubormang. Avval soliq organiga murojaat qilib, pensioner sifatida imtiyozingiz bor yo'qligini aniqlang. Endi men sizga amalda bajariladigan aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, JSHIR, yashash manzili bo'yicha hujjatlar, oxirgi to'lov kvitansiyalari bo'lishi kerak. Agar masala kommunal xizmatga tegishli bo'lsa, abonent raqami, shaxsiy hisob raqami, qarzdorlik bo'yicha ma'lumotnoma, to'langan pullar kvitansiyasi kerak bo'ladi. Agar masala davlat xizmatiga tegishli bo'lsa, arz raqami, to'lov cheki va xizmat nomini saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, qaysi to'lovdan ozod qilinayotganingizni aniqlang. Buning uchun xizmat ko'rsatayotgan tashkilotdan pensionerlar uchun imtiyoz bormi? Qaysi normativ hujjat asosida? Qaysi to'lovlar bekor qilinadi deb so'rang. Agar davlat xizmatlari markaziga borsangiz, operatorga avvaldan ayting. Men pensionerman. Ushbu xizmat bo'yicha to'lovdan ozodlik yoki chegirma borligini tekshirib bering. Agar onlayn ariza topshirsangiz, imtiyozli toifa bandlarini diqqat bilan belgilang. 3-qadam, hech qachon og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizdan to'lov talab qilinsa, xodimdan kvitansiyada to'lov turi aniq ko'rsatilishini so'rang. Bu nimaning to'lovi deb so'rashga uyalmang. Davlat boji bo'lsa, davlat boji deb yozilsin. Xizmat haqi bo'lsa, xizmat haqi deb yozilsin. Penya bo'lsa, penya deb yozilsin. Chunki keyin siz men ortiqcha to'labman deb murojaat qilsangiz, aynan shu yozuvlar asos bo'ladi. 4-qadam, agar sizdan noto'g'ri pul olingan deb hisoblasangiz, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Men pensioner sifatida ushbu to'lov bo'yicha imtiyozga ega ekanligimni tekshirib berishingizni, agar to'lov noto'g'ri undirilgan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilishni va ortiqcha to'langan summani qaytarishni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, kvitansiya ariza raqami yoki shartnoma nusxasini ilova qiling. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring.
Ikkinchisi qabul qilingan sana, kirim raqami va mas'ul xodim belgisini qo'ydiring. 5-qadam, agar joyda muammo yechilmasa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Davlat xizmatlari bo'yicha tegishli agentlikka, kommunal xizmat bo'yicha hududiy boshqarmaga, pensiya masalasi bo'yicha pensiya jamg'armasiga, soliq bo'yicha soliq inspeksiyasiga murojaat qilish mumkin. Agar javob qoniqtirmasa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ishonch telefoni yoki yozma shikoyat yo'li orqali masalani ko'taring. Muhimi, shikoyatingizda hech tuyg'u emas, aniq fakt bo'lsin. Sana, summa, xizmat nomi, kvitansiya raqami, kim bilan gaplashganingiz, sizga nima deyishgani. 6-qadam, farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam bering. Ko'p keksalar internetdan foydalana olmaydi. Hujjatdagi mayda yozuvlarni o'qiy olmaydi. Ba'zan xodim bilan tortishishga uyaladi. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, uning oxirgi kvitansiyalarini birga ko'rib chiqing. Qaysi to'lovlar ko'p takrorlangan, qaysi biri tushunarsiz, qaysi biri imtiyozga tushishi mumkin. Bularni yozib oling. Bu ishga 30 daqiqa ketadi, lekin bir necha 100 ming so'm tejalishi mumkin. 7-qadam, iyul sanasiga alohida e'tibor bering. Agar siz iyuldan keyin murojaat qilayotgan bo'lsangiz, yangi tartib qo'llanishi kerakmi yoki yo'qmi? Buni so'rang. Agar xodim hali bizga ko'rsatma kelmagan desa, rasmiy izoh so'rang. Ko'pincha yangi tartib kuchga kirgandan keyin dastlabki kunlarda tizimlar yangilanmagan, xodimlar to'liq xabardor bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda shoshilib to'lashdan ko'ra biroz aniqlik kiritish foydaliroq. 8-qadam, barcha hujjat va cheklarni saqlang. Ba'zi odamlar to'lov qilgandan keyin chekni tashlab yuboradi. Keyin esa pulni qaytarish yoki qayta hisob-kitob qilish imkonsizga yaqinlashadi. Men tavsiya qilaman. Telefoningizda alohida papka oching yoki uyda oddiy fayl papka tuting. Pensiya, kommunal, davlat xizmatlari, soliq, bank deb ajrating. Har bir kvitansiyani suratga olib qo'ying. Bu oddiy odat sizni keyinchalik ko'p muammolardan saqlaydi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Bunday xabarlar tarqalganda ayrim nopok odamlar men sizga imtiyozni rasmiylashtirib beraman. Pensiyangizga qo'shimcha pul tushirib beraman. To'lovlardan ozod bo'lish uchun kartangiz raqamini yuboring deb aldashi mumkin. Hech kimga bank kartangiz paroli, SMS kodi, pasportingizning to'liq suratlari yoki elektron raqamli imzo kaliti bermang. Rasmiy idoralar hech qachon SMS kod so'rab, sizning nomingizdan pul yechmaydi. Imtiyoz rasmiy tartibda, rasmiy ariza va rasmiy tizim orqali qo'llanadi. 10-qadam, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga ham ayting. Bir mahallada bitta odam bilsa, o'nlab pensionerlar foyda ko'rishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalarga, nogironligi bor pensionerlarga. Hujjat ishlaridan qo'rqadigan onaxon va otaxonlarga yordam kerak. Ularning nomidan ariza topshirish uchun qonuniy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Lekin hech bo'lmasa maslahat berish, telefon qilib aniqlash, tavsiyani o'qib berish mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun to'lovlardan ozodlik yoki muhim yengilliklar qo'llanishi juda katta ahamiyatga ega. Asosiy maqsad pensionerning qo'lidagi pensiya ko'proq uning hayotiy ehtiyojlariga, dori-darmoniga, oziq-ovqatiga va ro'zg'origa qolishi uchun sharoit yaratishdir. Lekin bu imtiyozdan foydalanish uchun siz aniq bilishingiz kerak. Qaysi to'lov, qaysi xizmat, qaysi sana, qaysi hujjat va qaysi tartib. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Oxirgi to'lov kvitansiyalarini ko'rib chiqing. Zarur bo'lsa davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, kommunal tashkilot yoki soliq idorasiga murojaat qiling. Ortiqcha to'lov qilgan bo'lsangiz, yozma ariza bilan qayta hisob-kitob talab qiling. Hech qachon mayli, shuncha pul ketibdi deb qo'ymang. Chunki pensionerning har bir so'mi qadrli. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering. Izohlarni yozing. Sizning hududingizda 1 iyuldan keyin to'lovlar bo'yicha qanday o'zgarish bo'ldi? Sizdan pul talab qilishdimi yoki imtiyoz qo'llandimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, nafaqa, imtiyoz, to'lov va ijtimoiy himoya bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda yetkazishda davom etaman.